Endi mana aytib o'tdim, molxonamizni kengaytirmoqchimiz dedik. Bu yerda haligi suxoy mollarimiz turadi. Suxoy mollarni bunaqangi joyga qo'ymaysizlar, lentasi bor joylarga. Mana bundek qashlovchilar qo'yib qo'ysangiz, xudo xolasa zo'r bo'ladi. Mana tunikadan qilingan bu yer ham, lekin tepasi shiferdan qilingan. Shu akamizga aytsanglar, Yevropa standartlari xohlagan molxonalarni ko'rsatasizlar, sizlarga yoqqan o'sha holatda qilgan kerak. Skvoznoy qilib qo'ymaslik kerak. Bu yoqda ochib, ikkala tarafni ochib, ikkala tarafni yopib qo'ysanglar ham hayvonlar skvoznoyda qolib shamollashi mumkin. Qilyapsanglar, bu tayini ham, steyashkasini ham bunday chizib qo'yishinglar kerak. Mol mana bunday holatda yangi qilganinglarda bunday qilib chizib qo'ysanglar, o'zi maxsus texnikasi bor. Buni ham yo'ratgan bo'lsanglar, tayyor tekis beton. Bu shunday bo'lishi kerakki, oyog'idan, mana tuyog'idan turibdi-yu, 25 sm balandda bo'lishi kerak. Bizdagi oxirlar bilasizlar mana. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun xudo xolasa videomizni shu molxona qurilishi haqida qilmoqchiman. Hozirgi shu ikkinchi xo'jaligimdagi molxonani sizlarga tanishtirib o'tmoqchiman. Va agar shunaqangi molxona, zamonaviy molxona qurdirmoqchi bo'lsanglar, pastda Telegram raqam, manzillar qoldiraman. O'zbekiston bo'yicha xizmat qiladigan akamiz menga taklif bilan chiqdi. Ko'rdim ishlarini, shu Yevropa standartiga aytgan holatingizda molxona qurib berishga, qurib beradigan zamonaviy holatda molxona bemalol qurishadi ekan. Endi biz ham mana molxonani ko'rayotgan bo'lsanglar, asosan yog'ochdan qurilgan. Endi O'zbekistonda yog'och muammo bilasizlar, Germaniyada o'rmon. Shuning uchun o'tindan muammo yo'q, yog'ochdan. Shuning uchun bizda asosan temirdan quriladi. Mana bu sigir xonamiz. Bu yerga 80 ta sigir bemalol sig'ib joylashadi. Hozir buni shu bilan tanishtirib o'taman. Molxonani qanday qurish kerak. Va shu akamizga, Ubaydulla akamizga aloqaga chiqsanglar, u akalarimiz ham shu Germaniya standartlari bo'yicha aytgan holatingizda molxonani bunaqangi katta naveslar, issiqxona, har xil shu temir bilan bog'liq bo'lgan barcha ishlarni mukammal qilishadi ekan. 9 yillik tajribaga ega. Xo'p, endi bu molxonamizga keladigan bo'lsak, bu yerda mana asosan suvorka ishlatilmagan. Qarayotgan bo'lsanglar, mana hamma yo'q, mana bunday turbalari ham mana bunday qotirilgan. Endi molxona qanday bo'lishi kerak? Ozuqa stolini ko'rayotgan bo'lsanglar, tayyor tekis beton. Bu shunday bo'lishi kerakki, oyog'idan, mana tuyog'idan turibdi-yu, 25 sm balandda bo'lishi kerak. Bizdagi oxirlar bilasizlar, mana shu balandlikda bo'ladi-da. Shu mol shu yerdan mana shu holatda boshini egmasdan yeydi. Shuning uchun yo'q, bunday emas. Mana shunday molxona qursalar, shu tuyog'idan 25 sm balandlikda bo'lsa bo'ladi oxiri. Mana ozuqasini mana to'kib qo'yasizlar. Katta endi ferma qurmoqchi bo'lgan akalarimiz ham bo'lsa kerak. Keyin yana bir nimaga e'tibor berasizlar? Mana molxonani ko'rayotgan bo'lsanglar, baland qurilgan, sababi havo yaxshi aylanishi kerak. Agar havo aylanmasa, qish kunlarida yoki yozgi issiq kunlarida molxonaning ichi isib ketadi. Shunda issiqlik agar past bo'ladigan bo'lsa molxonangiz, bu o'zini gazlaridan chiqayotgan terlardan zaharlanishi mumkin molingiz. Bu axlatdan chiqayotgan har xil ammiak deyiladi. Shunaqangi zaharli moddalar bu hayvoningizni kasal qilishi mumkin. Shuning uchun mana bunday baland holatda qilsangiz, havo aylanadi. Keyin yana bir narsaga e'tibor berasizlar. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bu tepa qismi ochiq qilishinglar kerak. Sababi o'maydan havo kirgandan keyin issiq havo tepaga harakatlanadi. Tepaga agar tepani yopib qo'yadigan bo'lsanglar, tepadan yana qaytib tushishi kerak-da, qaytib tushishi mumkin. Shuning uchun tepani ochib qo'yasizlar, bunday shunda havo, issiq havo, shu gazlar tepadan chiqib ketadi. Agar uni tepadan demaxod qilmagan bo'lsanglar, yonboshdan qilsanglar, endi yonboshdan ham qilsa bo'ladi-yu, lekin asosan tepadan qilinglar. Yomg'ir tushmaydi, lekin havo chiqib ketishiga qulay sharoitda qilishinglar kerak. Keyin yana katta molxonalarda mana yuradigan joyini keng qilishinglar kerak. Mana yeyapti, mana ozuqasini yetgan bo'lsa, yana orqasiga bemalol bitta mol bunday tursa bo'laveradi. Bu degani hozir 3 metrdan oshiq mana shu kengligi. Balandligini aytib o'tdim. Keyin ozuqa to'kilmasligi uchun mana bu yerda ham qilasizlar. Bu yer balandligini mana o'zingizlar moslab olasizlar hayvonga. Tuyog'idan где-то bir 75 sm maksimal balandlikda hisoblab bo'lish kerak yoki 65.
Keyin yana e'tibor beradigan narsalar mana oddiy turbadan qilingan. Oddiy turbalarni mana bunday qatirib qo'ygan. Shunday holatda haligi bir qirrali iloji boricha narsadan foydalanish, mana qirraligidan mana qanday to'rtburchak foydalansanglar bo'ladi, lekin o'ta qirrali bo'lmaslik kerak. Bu sabab mol shikast yetib qolishi mumkin. Keyin tozalov qismi bu bunaqangi suriladigan holatda bo'ladi. Mana bu yerga ikkita motor o'rnatilgan. Bu o'sha o'zbekchasi nima deyshadi, bilmayman. Mana shunday holatda motor ishlab turadi. Avtomatik har soatga qo'yib qo'yasiz. Har bir soatda yoki 2 soatda bir bu ishlab turadi. O'zi avtomatik tros bilan jihozlangan. Mana shunday tozalab turadi. Har naryo pastida hozir u yoqda ham ko'rsataman. Anaqa tushirilgan, nima deydi? Chuqurlik bor, o'sha yerga go'ngga tushadi. Kengligini ham mana ko'rayotgan bo'lsangiz, bemalol texnika kirib chiqadigan qilishinglar kerak. Endi katta molxona quryapsiz. Orqa tarafini ham ko'rsatib o'tay. Kamida sizga 30-40 yil xizmat qilish kerak edi. Mana bu molxona ham bir 10 yil bo'lgan qurilganiga. Yana bemalol 40 yil xizmat qiladi. Shuning uchun molxona quryapsiz. Kamida 30-40 yilda olib quringlar. Endi mana bu tomoniga mana shunday tent qilingan. Bu tentni turbo qilingan, salafon mana ko'rayotgan bo'lsanglar, buni qishki kunida tushirib qo'ysanglar ham bo'ladi. Qishki kunda faqat shu bir taraf sovuq, o'ta sovuq bo'lib ketsa tushiriladi, nari taraf ochiq bo'ladi. Yana molxonani qurayotganda e'tibor beradigan narsalar, mana buni yig'ishtirib qo'ysanglar bo'ladi. Keyin ozuqasini beradigan joylar quyoshga qaramasin iloji boricha. Sababi ozuqani bersangiz, ozuqa nima deydi? Qizib qurib qolishi mumkin. Shuning uchun iloji boricha hali soyada bo'lish kerak. Ozuqasi berayotgan joy. Bu tarafga quyosh uradi, yomg'ir ham shu tarafga qarab uradi. Iloji boricha ob-havoga mos qilib quringlar. Mana go'ng mana bu joylarga tushadi. Xudo xolasa. Bu eski molxonamiz. Mana endi eski molxonaga endi katta texnika kira olmaydi. Bu ham 50 yil xizmat qilgan. Keyin bu yangi molxona qurilgan. Shuning uchun molxona quryapsizlar. Shu kamida 30-40 yilda olib quringlar. Mana bu avtomatlashtirilgan haligi nima deydi? Mana bu trosda go'yni tozalaydigan. Buni hozir ishlatib qo'yaman, sababi bu yerga hozir somon sepib qo'yishimiz kerak. Mana hozir endi avtomatik mana bu tros ishlayapti. Yuryapti ko'rayotgan bo'lsanglar. Keyin mana molxonani yotayotgan joyini ko'rsanglar, bu yerga hech qanday rezina o'rnatilmagan molxonamizga. Faqat mana quruq somon o'zini go'ngi bilan aralashtirilgan bo'ladi. Shu endi tabiiy usuli. Ularga rezina shart emas, tayashga, lekin tepasiga mana buni to'ldirib qo'yilgan. Mana bu ham bir 15 sm balandlikda mol turadi, yotadi. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, axlati mana molxonaga tushmaydi. Mana buni ham o'lchamlari bor. 210 bo'lish kerak uzunligi. O'shunda bemalol hayvoningiz haligi harakatlana oladi. Bu endi aytib o'tayotgan 210 degan uni boshidan hisoblanadi, lekin mol yotadigan joy yana ham qisqaradi. 190 o'shaqa bo'lsa kerak. O'shanaqa qilib molxona qurishlar kerak. Buni qani. Endi o'sha aytib o'tdim, shu Badillo akaga aytsanglar, o'zida necha yildan beri ancha tajribalari bor, o'zi shu aytganingizdek qilib molxona qurishga yordam beradi. Shu. Keyin mana bu tarafi ochiq, mana aytib o'tgandim, mana ochiq lech ketadi. Bemalol havo aylanish uchun shunday holatda qurilishi kerak. Endi suv idishlariga keladigan bo'lsak, har bir shu 80 ta molga bemalol suv ichish uchun mana qangalardan 2 ta 3 ta qilib qo'yish kerak. Vannani doim tozalab turiladi. Sababi mol ozuqasini yeydi, to'g'ri suv ichgani keladi. Shuning uchun suvi doim toza bo'lishi kerak. Keyin mana qangi vanna qilib qo'yasiz. Bu yer avtomatik o'zi to'ladi. Haligi shunaqangi jihozlangan. Bu yer ham keng bo'lishi kerak. Mana bu yoqda bemalol 2 ta mol kirib ichadi, bu yoqdan ham 2 ta mol kirib chiqadi. Chanqaganda 4 ta mol bemalol 4 ta 5 ta mol suv ichaveradi. Shunaqangi kenglikda bo'lishi kerak. Bu yerlar mana oddiy betondan, bu betonlarni ham akamiz bemalol aytilgan holatda bunaqangi betonlarni ham o'rnatib berishadi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, mana molxona avtomatik tozalandi. Mana tozalanib nimaga tushib ketadi. Shunaqangi holatda ham bemalol molingizni 2 soatlikka qo'yib qo'yasiz apparatni xohlaganingizga. Mana bu pauza qilinadi. Shunday qilib tozalanaveradi. Endi mana bu yer chuqur. Mana shu yerga tushadi. Shu yerga tushib turib, mana yerdan motorga tortiladi-da, bu yoqqa o'tib ketadi. Endi mana aytib o'tdim, molxonamizni kengaytirmoqchimiz dedik.
Bu yerda haligi suxoy mollarimiz turadi. Suxoy mollarni bunaqangi joyga qo'ymaysizlar, lentasi bor joylarga. Sababi hali oldinroq tug'ib qo'yadigan bo'lsa, siz bilmaysiz, kech paytda agar bu yerga tushib qoladigan bo'lsa, buzoq bilan birga mana bu yerga tushirib yuborishi mumkin. Shuning uchun biz alohida maga suxoy mollar uchun molxona qilyapmiz. Sababi suxoy mollarimiz orqada turadi-da. Xavfli bunaqangi molxonaga. Hali umumiy bu yerga sog'in sigirlarni qo'yasiz. Buqa boqmoqchi bo'lsangiz, buqaga ham alohida qilib molxona qurdirsangiz bo'ladi. Mana hozir ko'rsataman buning uchun qanday qurilyapti. Mana tagiga mana bu betonlar ko'rayotgan bo'lsanglar, stalbaga o'xshab. Ular mana bu molxonaning tagiga qo'yilgan podvallik, mana eski molxonamiz. O'shundan olingan, hali sinib ketgan yoki eskilarini almashtirdik. O'sha betonlar, shularni endi bu yerga haligi tagiga pastavka sifatida qo'yib yuboryapmiz. Nima deydi? Keyin buni ustidan kelgan shag'al to'kamiz. Shag'al to'kib, buni ustidan yana qum to'kiladi-da, keyin stachka bosiladi, haligi karkas to'qilib, mana shu yerga keyinlikda katta bitta molxona qilamiz. Bu yer hali ochiq, navesini ham yopib qo'yamiz. Bu yerda ham shunday holatda molxona qurdirsangiz bo'ladi. Keyin molxonangizga mana bunday qashlovchilar qo'yib qo'ysangiz, xudo xolasa zo'r bo'ladi. Mana tunikadan qilingan bu yer ham, lekin tepasi shiferdan qilingan. Shu akamizga aytsanglar, Yevropa standartlari xohlagan molxonalarni ko'rsatasizlar, sizlarga yoqqan o'sha holatda qilib, chiroyli qilib, xudo xolasa qurib beradi. Men o'zi ishlarini ko'rdim akamizni, menga jo'natgan videolarini, qolgan mijozlar bilan ham qilgan aniqlarni ko'rdim. Hammasi aytilgan natijani qilib berishgan. Endi mustahkam deysizlar, o'zingiz anaqasiga qarab, ta'rifiga qarab bemalol qurdirsangiz bo'ladi ekan molxonani. Endi sababi endi O'zbekistondan, Germaniyadan ustalarni qildirmaysiz, shuning uchun o'zimizda mana shu professional ustalarni taklif qilyapman men. Unaqangi haligi kechagi ustalar emas, aytish bo'yicha 9 yildan beri shu soha bilan, shu temir sohasi bilan ishlashar ekan. Issiqxona, katta binolarga shu naveslar, inshootlar qurishar ekan, temir sohasi bo'yicha molxonalar juda ko'p joylar bilan ishlashar ekan. Endi hozir bizda ham ko'p chiqyapti, Turkiyadan, boshqadan. Yo'q, o'zi nima qilasizlar, Turkiya boshqa qilib. O'zimizda yetarlicha shunaqa professional ustalar bilan ishlasanglar, ham O'zbekistonni o'zimizga ham foyda, o'zimizning xalqimizga ham, sababi pul tashqariga chiqib ketmaydi. Shuning uchun sizlarga taklif qilyapman akamizni. Molxona haqida aytib o'tdim, mana bunday qilib lenta qilib qo'ysangiz, yozgi kunda ko'tarib qo'yasiz, qishki kunda tushirib qo'yasiz, bemalol hayvoningiz maza qilib yurishadi. Xohlasanglar rezina qilib qilsanglar ham bo'ladi. Bu ichkarida eski molxonamiz rezina tagi, endi unga shu chiqancha tagiga somon ketmaydi. Bunga ham bir haftada bir marta somon sepamiz tagiga. Bu ham hech qancha emas. Mana molni ko'rayotgan bo'lsanglar, qanchalik uzunlikda. Endi O'zbekistonda agar zotdor mol boqadigan bo'lsanglar, shu holatda agar kichikroq joylar mol boqadigan bo'lsanglar, kichikroq qilasizlar, lekin meni tavsiyam shu kattaroq sigirlarga mo'ljallab molxona quringlar. Xudosi kelajakda molxonangizni yana ham zamonaviy mollarga to'ldirishingiz mumkin. Nima deydi? Zotdor mollarga to'ldirishingiz mumkin. Shunda yana qaytadan molxona quraman demanglar. Shuning uchun 30 yillik, 40 yillikda olib turib, shunaqangi molxona qursanglar, sizlarga juda ko'p uzoq vaqt xizmat qiladi. Mana bunday katta svetlar o'rnatib qo'yilgan, bu yerga projektorga o'xshagan. Endi O'zbekistonda nima deydi? Ventilyator o'rnatish shart. Bu yerda mana atrofi ochiqligi uchun har taraflama havo aylanib turadi. Shunaqangi holatda qilishlar kerak. Skvoznoy qilib qo'ymaslik kerak. Bu yoqda ochib, ikkala tarafni ochib, ikkala tarafni yopib qo'ysanglar ham hayvonlar skvoznoyda qolib shamollashi mumkin. Shuning uchun molxonani hamma yoq atrofini ochib qo'ysanglar, mana ozuqasini zo'r bersanglar, umuman shamollamaydi. Kishida ham shunday ochiqlikda turadi hayvonlarimiz. Buni kengligini ham mana moslab ola olasizlar. O'zingizlar molinglarga moslab, hozir 1 metr 10 sm shu molingizni kattaligiga qarab, mana yotishini ko'ryapsizlar. 1.20 qilib bemalol buni ligirovka qilib olsanglar bo'ladi. Molinglarni katta kichikligiga qarab turib. Buni endi bunda ham O'zbekistonda yashab bemalol temir ustalarimiz, akalarimiz shu holatda ham qilib o'rnatishib beradi, aytilgan holatda qilib. Beton deysizlar, bunaqangi plita, shularni ham o'zimizda qilishyapti. Shu
Yevropadan ko'rishib, o'sha aytilgan holatdagi Liboy holatdagi butun Markaziy Osiyo bo'yicha ishlashadi ekan akamiz. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston shu davlatlarda ham ish olib boriladi. Keyin tayin stejga qilyapsizlar. Bu tayinni ham stejkasini ham bunday chizib qo'yishinglar kerak. Mol mana bunday holatda yangi qilganinglarda bunday qilib chizib qo'ysanglar, o'zi maxsus texnikasi bor. Buni ham o'sha arraga o'xshagan o'sha holatdagi ariq qilib qo'yinglar kerak. Sababi siyganchi bo'lmasligi kerak mana. Yurganda bemalol harakatlanish kerak. Agar stejkani o'zini tekis qiladigan bo'lsanglar, bu ham hayvoningizga oyog'i sinishga olib kelishi mumkin. Irg'iganda, boshqa bo'lganda. Mana yangi quriladigan molxonamizni aytib o'tdim. Mana bu hunarchilarimiz o'sha tarafga o'tib ketadi. O'sha yerga yangi xudoolasa chiroyli molxona quramiz. Endi tayinni o'zimiz qilyapmiz. Keyin firma kelib, mana bunday qilib, chiroyli qilib molxona qurib berib ketishadi. Barchalarga rahmat. Endi xudoolasa shu akamizga murojaat qilib, narx-navolarni aytilgan holatda, siz xohlagan holatda qilib beradi, xudo xolasa. Barchalarga rahmat. Yana savollaringiz bo'lsa yozsanglar, molxonani o'lchamlari, yana ana ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, Telegramdan bemalol men sizlarga o'lchamlarni tashab, chiroyli qilib tashab beraman. U akamiz bilan ham aloqadamiz. Bemalol savol-javoblar bo'lsa beriladi.